Assalomu alaykum qarindoshlar. Sizlar bilan bugun shu o'zimda aslanma akkauntimda kichkinagina obzorchasini qilamiz. Akkauntimizni birinchi bo'lib nechta match o'ynalganini ko'ramiz. Bunga 44 ta o'yin yutilgan, 46 ta levelli, 59 ta birinchi o'rin, 3 ta ikkinchi o'rin, 59 ta birinchi o'rin, 6 ta ikkinchi o'rin va 5 ta uchinchi o'rinlar qo'lga kiritilgan. Overda 89.6 klanimiz oddiyroq klanlar. Bu yaxshigina raqobat ketyapti klanimizda. Bunday ko'radigan bo'lsak, akkauntimiz Mbappe 90 darajada, Holland, Bayena full holatda, 2025-yilgi Olduvik kartasi bu ham. Bellingham, Pedri, shunga o'xshash juda ko'plab mashhur o'yinchilar mavjud. Gabriel ham bor. Saliba, Van Dijk, Hernandez. Zaxiramizga qaraydigan bo'lsak, zaxiramizda Usman Dembele, Lamine Yamal, Vinicius Junior, Luis Diaz, Ronaldo, go'tlardan bittasi Son Heung-min, Carvajal va yuqori ketishi katta ehtimol Thiago Silva, Kyle Walker va Sergio Roberto'lar mavjud akkauntimizda. Bu akkauntda tanga olmoslarni yig'ayotganda mana ko'chlarga ishlatib qo'ydim o'zim. 300 ta 400 yig'ilib qolgandi yaxshigina. Tangalar yig'ib boryapman, o'zimga kerak futbolchilar olib, hammasini full qilishga harakat qilaman. Tayyor skautlardan ham yig'ib qo'yganman bunga. Yaqinda Dynamic Stars eventidan keladi futbolchilar. Xudo xolasa ko'plab tushirishga harakat qilaman o'zim. Abduqodir tushib qolsa yaxshi bo'lardi lekin. Akkauntimiz obzori shulardan iborat edi. Videolar qisqa bo'ladi, chunki ko'p gapirishni ham yoqtirmayman. Shu sababli bugungi akkaunt videomiz shulardan iborat edi. Hammalarga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.